24, 12, 2023. 2023-yil 24-dekabrdagi matematika fanidan bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonidagi 39-misol yechimini ko'rib chiqamiz. Xo'p, kvadrat funksiya grafiga berilgan. f at x teng mana ax kvadrat plus bx plus c. Funksiya x nolavoy teng 2 nuqtada eng katta qiymatga erishadi. Xo'p, mana grafigi. Shunday bo'lsa, a savolda x ning -6-9 oraliqdagi qaysi qiymatida f'(x) funksiya eng katta qiymatga erishadi? B savolda -6-9 kesmada funksiyaning o'zi va hosilasining ko'paytmasi kichik yoki teng 0 tengsizlikning nechta butun yechimi bor deyapti. Xo'p, bizni qiladigan ishimiz funksiyaning ko'rinishini topa olishimiz kerak. Mana funksiyaning ko'rinishini. Xo'p, kvadrat funksiya, ya'ni parabola, mana bu y o'qini qayerda kessa, mana bu yerda 5 ta kesyaptimi? Demak, c nechaga teng bo'ladi shunda? C 5 ga teng bo'ladi. Demak, c topildi. Bizda f at x funksiyaning ko'rinishi ax kvadrat plus bx plus nechaga tushadi keyin? 5. Endi ushbu parabola x o'qini kesyapti. -4 va nechida ekan? 8 da. Bu nullari. Demak, -4 u 0 dan o'tadi grafigi, keyinchi 8 u 0 dan o'tadi. Shu orqali a bilan b ni ham topaylik. A bilan b ni topadigan bo'lsak, xo'p, -4 qo'ysak x ga necha bo'ladi bu? 16a -4b qo'shilgan 5 teng 0. 8 ni qo'ysak x ga 64a plus 8b qo'shilgan 5 teng 0. Xo'p, a bilan b ni topamiz. Tepani 2 ga ko'paytirib, birinchi tenglamani 2 ga ko'paytirib qo'shamiz. 16a 2 ga ko'paytirilsa 32, 64 tani qo'shsak 96a qo'shilgan 2 kere 5. 2 kere 5 10. Keyin 5 ni qo'shsak necha bo'ladi? 15 mi? Teng 0. A teng ekan -15 taqsim 96 ga. 3 ga qisqaradimi? 5 taqsim necha bo'lar ekan? 32. Ana endi a topildi, b ni ham topaylik. Xo'p, birinchisiga qo'yamiz. 16 ko'paygan a ning joyiga -5 taqsim 32 -4 ta b qo'shilgan 5 teng 0. -5 taqsim 2 -4 ta b qo'shilgan 5 teng 0. 4 ta b teng bo'ladi. Xo'p, nechiga? 5 taqsim 2 ga ham yana 2 mahraj bersak 10, yana 5 taqsim 2. B teng 5 taqsim necha bo'lar ekan? 8. Xo'p, funksiyaning ko'rinishi f at x a ning joyiga -5 taqsim 32 x kvadrat, b ning joyiga necha keldi? 5 taqsim 8 mi? Plus 5 taqsim 8 x, c ning joyigachi plus 5. Ana endi xo'p, a savolda x ning -6-9 oraliqdagi qaysi qiymatida shu funksiya eng katta qiymatga erishadi deyapti. Demak, hosila olishimiz kerak ekan bitta. Hosilasi nimaga teng? Hosilasi 2 oldiga tushsa, hosilasi -5 taqsim 16 x bo'ladi plus 5 taqsim necha ekan keyin? 8. Endi x ga shunday qiymat qo'yishim kerak. -6 yu 9 oraliqda birorta qiymat tanlashim kerak. f'(x) funksiya maksimum bo'lishi kerak ekanda. Xo'p, bu f'(x) funksiya maksimum bo'lishi uchun xo'p, x imiz qanaqa son bo'lishi kerak bizda? Manfiy qiymat bo'lishi kerakmi? Sababi x ga manfiy qiymat qo'ysak, mana bu musbat bo'ladi va musbat songa 5 taqsim 8 ham nima qilinadi keyin? Qo'shilyapti-da. Endi agar musbat qiymat bo'lsa, misol uchun mana 9 ni qo'ysak, -5 taqsim 16 ko'paygan 9
9 qo'shilgan 5 taqsim 8. Bu mana bundan mana bu ayrilishi kerak. Yoki 5 taqsim 8 dan mana bu qiymatni nima qilishim kerak? Ayirishim kerakmi? Manfiy qiymat qo'ysak, -5 taqsim 16 ko'paytirilgan -6 qo'shilgan 5 taqsim necha ekan? 8. Bu musbat qiymatga ega bo'ladi va shunga 5 taqsim 8 qo'shiladi. Ya'ni qiymati kattaroq chiqadi. Demak, -6 ni qo'ysak, eng quyi chegarasi necha bo'ladi bu? 5 taqsim 5 ko'paygan 2 ga bo'lsak 3, bu 8 mi? Virus yana 5 taqsim necha ekan? 8. Teng 15, 20 taqsim necha bo'lyapti bu? 8 mi? Mana. Qani shu 20 taqsim 8 dan katta qiymat chiqadimi ekan yoki bu 20 taqsim 8 imiz necha degani bu? 4 ga bo'lsak 5 taqsim 2, 2,5 ekan. Xo'p, mana bu yerda 9 ni qo'ysak mana. 9 ni qo'ysak 2,5 dan kichkina qiymat chiqadi bu. Mana -45 taqsim necha bo'lyapti? 16 mi? Plus 2 ga ko'paytirsak 10 taqsim 16. Bu degani -20 yo'q, -35 taqsim 16. Mana manfiy chiqyapti-da bu. Eng katta qiymati desa, ya'ni kattaroq qiymat musbati bo'lyapti agar tanlaydigan bo'lsak. Endi -6 dan oldin necha bor? -5 bor. -5 ni qo'yaylik qani. -5 taqsim 16 ko'paygan -5 plus 5 taqsim 8 ekan. Nimaga teng bo'ladi bu? 25 taqsim 16 bunisi-chi 10 taqsim 16. 35 taqsim necha ekan? 16. Agar mana buning mahrajini 16 ga keltiraman desam 8 ga ko'paytiraman. Shunda 40 taqsim necha bo'ladi bu? 16 mi? Demak bu kattaroq chiqyapti. Demak x ning qaysi qiymatida ekan? Minus necha qo'yganimizda mana -6 da bajarildi. Demak x teng -6 da x ning qaysi qiymatida degan. Demak -6 da hosilasi eng katta qiymatga erishar ekan. Endi B savolda funksiyaning o'zi va hosilasi kichik yoki teng 0 tengsizlikning nechta butun yechimi bor? Xo'p, funksiyaning o'zini topgan edik. Mana funksiyaning o'zi. Yozamiz shuni. -5 taqsim 32 -5 taqsim 32 x kvadrat keyin plus b ning joyiga necha keluvdi? Mana 5 taqsim 8 mi? 5 taqsim 8 x plus 5. Shuni ko'paytiramiz endi hosilasiga. Mana -5 taqsim 16 x plus 5 taqsim 8. -5 taqsim 16 x plus 5 taqsim 8 kichik yoki teng 0. Ana endi xo'p, mana bu kvadrat funksiya edi. Buning ildizlari -4 bilan necha edi bizda? Mana -4 bilan 8 edi. -4 bilan 8 bo'ladigan bo'lsa, buni qanday yozish mumkin? -5 taqsim 32 x plus 4 u x minus necha bo'ladi? 8 mi? Xo'p, bunisi 16 ga ko'paytirsak buni. 16 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? 16 ga ko'paytirsak -5x plus 10 bo'ladimi? 16 ga ko'paytirsak kichik yoki teng 0. -5 taqsim 32 ga bo'lamiz. X plus 4 x minus 8 keyin -5 ga ham bo'lsak x minus necha qoladi? 2 mi? Kichik yoki teng 0. 2 marta manfiy songa bo'lganim uchun ishora joyiga qaytib kelyapti. Ana endi intervallar usuli bo'yicha ishlaymiz. -4 keyinchi 2 keyin esa 8. X larni oldi musbat. Demak, musbat darajasi toq bo'lsa, ishora almashib keladi. 0 dan kichkina oraliq, manfiy oraliq. Minus cheksizlikdan -4 gacha. Birlashma esa 2 dan nechagacha ekan? 8 gacha. Endi shu bilan, shu yechim bilan -6 yu 9 kesmada tengsizlik nechta butun yechimi bor? Endi shuni kesishmasi kerak bo'lyapti -6 bilan 9 oraliq.
Xo'p, -6, -4, 2, 8, 9. Minus cheksizlikdan -4gacha, 2 dan 8 gacha tengsizlik yechimi. Keyin oraliq -6 dan nechagacha ekan? 9 gacha. 2 marta kesishyapti qayerda? -6 dan -4 gacha. Birlashma esa 2 dan nechagacha ekan? 8 gacha. Ana endi shu oraliqdagi butun sonlar sonini so'rayapti. -6, -5, -4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan. 3 ta, 3 ta, 10 ta. Demak, -6 yu 9 kesmada shu tengsizlikning butun yechimlari nechta deb savol qo'yilgan edi? 10 ta ekan. Demak, A savoliga javob -6, B savoliga javob 10 ta ekan.